Assalomu alaykum O'zbek Otlar YouTube kanal kuzatuvchilar, akalar, bugungi kun barchangizga xayrli bo'lsin. Bugungi chiqarish Namangan Uchqurg'ondan Ulug'bek akamdan shu ko'pdan 2 otlarni sotib chiqazamiz akalar. Videoga bittadan like bosib, bizni qo'llab-quvvatlab turaverasizlar akalar. Xohlasa ikkalasi ham bir-biridan tez yaxshi otlar inshaalloh. Jonivor ko'z tegmasin. Xohlasa Ulug'bek akamning o'zidan chiroyli qilib ma'lumotlarni olib yetkazaman akalar. Videoga bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turaveringlar. Ulug'bek aka, assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Keldingizmi aka? Rahmat, Allohga shukr. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Allohga shukr, oilangiz yaxshimi? Bahodir qiynamay turibdi bu. Xo'p, Ulug'bek aka, xudo xolasa bugungi ikkita xudo xolasa sotamiz aka. Bo'ldi. Aka, unda bularda ma'lumotini asta-asta yetkazaylik aka obunachilarimizga chiroyli qilib, ha? Yosh 8 da buni aka. Yosh 8 da. Ha, Klichkani Luparik deb qo'yib qo'yganmiz o'zimiz. Bizga kelganiga 1 oy bo'lib qoldi bu otga. Klichka Luparik. Luparik. Yuvoshligi doimgidek yuvosh otimizni. Mana. Aha. Tezligi tez, to'ta puti toza. Yoshini aytdik 8 da. Yosh 8 da. Bo'ylari 60 ga olishaversin plyusda. 60 plus. Aha. Bo'ldi. Bitta yaqindan 4 oyoqlarni tortib qo'ying, Ulug'bek aka. Keyin qo'ygan ma'lumotlarga o'taylik aka. 4 oyoqlar sog'lommi? Sog'lom. Xolasa, boylar toza. Ulug'bek aka zot haqida ma'lumot kelganmiz. Qorabayir. Qorabayir. Toza qorabayir. Toza. Qorabayirga olishaveradi aka sizlarni. Uloqlari xudo xolasa ko'rib yurilgan. Aha. Endi palonchi uloq olib bordik desak, hamma shu gapni gapiryapti deyishmasin. Videolari bor, tashlab beramiz, xudo xolasa nasib qilgan odamga. Xudo xolasa uka old orqa qilmaymiz. Xohlagan yig'inga boradi, xohlagan davlatiga savolishaversin. Inshaalloh. Inshaalloh takan ustiga boradi, turadi, o'zi qochadi uka. Xohlagan yig'iniga xudo xolasa kafolat otgan. Bir gap bilan aytganda, xudo xolasa uloqlari garantiya. Tanlamaydi uloq. Vohaga tushadi, Toshkentga tushadi qilmaymiz. O'zini ayb og'zi qattiq, taka chiqqandan keyin to'xtamaydi ot. Aha. Ot ham ko'rganmiz-da, shuni aytib qo'yganimiz yaxshi. Mana o'zi og'zidan ham bilinib turibdi otda. Shunday. Yoshi 7, 8 ga olishaveradi. Ulug'bek endi haligi ko'p tez otlarda og'zi qattiq bo'ladi-da. Endi aytib qo'yganimiz yaxshi-da baribir. Shunday aka. To'g'ri aytasiz. Haligi molni bozorga olib chiqib sotsang, aybini aytib sotsang yaxshi bo'ladi deyshadi. Yig'inga ham o'ta qattiq boradi uka, videolari bor. Ulug'bek aka o'zini yarasha, o'zini kuchi yetgan yergacha boraveradi, xudo xolasa. Xudo kuchi yetgan yerga emas, kuchi yetmagan yerga ham boradi, xudo xolasa. Uloqlar bor ekan, mana 23-kuni Samarqandda deyishyapti. 30-31 bor olib borib savolishaversin uka. Uyaltirmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa uka sharmanda qilmaydi. Jo'g'i odam baraka topadigan inshaalloh. Inshaalloh, xudo xolasa. Bahodir bitta rollarni ko'rsatib qo'y uka. Hech jo'nar. Ulug'bek aka ozgina qattiqroq ekan, Bosh qattiqroq otdi. To'xtaydi. Polvon minatda, to'g'rimi aka? Polvon minatda otdi. Yosh polvonlarni tavsiya qilmaymiz yoshlarga. Endi yosh polvonlar ham tavsiya qilmaymiz deb raketani sotganmiz Samarqandga. Xudoni zorini qilganman, olmagin shu ot senga bo'lmaydi desam. Aha. Aka chop yuribdi mana, qoyillatib. Malades, xursand. Bo'ldi. Asllikdan ham yengil bola. Shu bola shu qanday tez otdi meni yuribdi. Bo'ldi aka. Hop, Ulug'bek aka, Luparikni narxini nechga qo'yamiz obunachilarimizga? Yilga chiroyli qilib ayting aka. Endi Kelmasa qilsinmi? uka yaqin qo'yamiz $2600. 2600 dollar kami bor. Ozgina kami bor, ko'p emas. Kelishadigan joyda bo'ladi, Albatta. xolasa. Yana gap o'sha gap, xohlagan ko'p qarisiga olib borib savolishaversin. Aha. U negativ yozadimi, yozmaydimi, bizga qizig'i yo'q. Bizniki tirikchilik deb chiqqanmiz, ot sotamiz-da biz, kimdir bilan gaplashgan emas. Olib borsin, mana ko'pkari bor. Bir kun 2 vaqt qoldi. Tayyor ot sovigan, bir ter chiqib qo'ymaydi. Xohlagan yig'iniga savolaversin, takan ustiga borib turmasa, taka tekkanda chiqmasa avaz beradi. Yo'l kiramiz biz qilib beramiz, yo'qmasa ot topib berishadi. Bo'ldi. Lekin umuman narsaga ot sotmaymiz. Narsaga ot yo'q. Xudo xolasa sizga misol uchun zakalatini tashlab bersa, Albatta, uylarda bizani beradi, hazillashyapmiz. Bunday bo'ladi-da? Albatta. Bo'ldi. Ikkinchisiga o'taramizmi Ulug'bek aka? Aha. Ulug'bek aka, ikkinchisiga o'tirdik aka. Xudo xolasa. Hech jonivor, mashalloh, mashalloh. Hech Oyog'iga yetib. Bahodir polvon ehtiyot bo'l aka. Kelmas, sirg'anmaydi, mana tevaroq qilib suv o'g'lim. Bahodir, olib kel uka bu yoqqa. Keyin ma'lumotini original holatda yetkazaylik, Ulug'bek. Xudo xolasa. Qiynama. Ehtiyot bo'l aka. Ha shu quruqroqqa qo'ying. Uka ikkinchisiga shu otimiz. Klichka до свидания. Klichka до свидания. 6 da yoshi. Aha. Qo'lda 6 da. Ulug'bek aka 7 ga olishaversin. sizdan 7 ga oladi yoshini. Buni ham o'lchamaganman, 60 da.
Plus minusi bor endi 1-2 sm bilmadim, doimgidek yuvosh ot. Buni ham kiyganiga shu ko'k bilan bir kunmi farqi bor otlar. Aha. To'rtta qozig'i toza, Xudo xolasa, xudo xolasa, yuvoshligi Joy-joy. yuvosh. Zoti toza qora bayir. Bunga ham o'sha gap, xohlagan yig'iniga savolishaversin. Ishonchli ot. garantiyali xudo xolasa. Xudo xolasa. Bu ham tez ekan-a, Ulug'bek aka? Otlar tayyor, sovigan, teram chiqib qo'ymayapti. Shu o'zingiz aytgandek, Ulug'bek aka, Bahor bo'ldi, turaversin. uloqlari garantiya. Xohlagan joyiga borib solishib, Ha, savolishaversin. maza qilishaveradi aka. Bitta 4 oyoqlarni tortib qo'ying Ulug'bek aka. Keyin qolgan ma'lumotlarga o'taylik. 4 oyoqlar xudo xolasa sog'lom, bo'ldi formalar akalar. Qo'shqoqlar. Qani. Mana bo'lmasa. Qorachiqlar ham polni turibdi-kan Ulug'bek. Yangi saygan ku. Shunday aka. Xo'p, Ulug'bek aka qolgan ma'lumotlarga o'tsak, 7 ishda sog'lomlari yaxshi. Hamma yo'q zo'r, xudo xohlasa. xolasa. Uyaltirmaydi. Yo'lida bosir bo'ya. Hozir yurgizor. Chatqoyoqlar akalar. Qalin mol 4 son deydimi? 4 son so'raganligim. Shunday. Maqtov Allohga olsin. Olgan odam maqtaversin-ku. Olishsan aka. Maza qilib menisinda bitta rahmatini aytib qo'yib qo'ysa aka. Xudo xolasa. Undan boshqacha bir rohat bo'lmaydi. Albatta. Ulug'bek aka, narxini necha pul qo'yamiz aka dasvidaniyani? Dasvidaniyan narxi-ku. Buni ham 2600 qo'yamiz-ku, kami bor. $2600 Albatta. kami bor. Kami bor. Kelishadigan joyda bo'ladi, xudo xolasa. $50, $100 hozir qimmat kamaytsak, ko'p bo'lgan qaysi biri yoqadi o'zingizga, o'zi shunisini bering. Aka, ikkala ot ham yoqadi. Aha. Hamma yo'g'i zo'r. Ko'p qarasa garantiyali, xudo xolasa, ishonchli. Kimnidir kuydirmaydi uka. Men so'rayotgan pul kerak bo'lsa bozordan ham arzon bo'lyapti. Biz ham dehqonni qidirib Shunday Ulug'bek aka. video dalillar bilan olganmiz-da. Endi bunday narsada Ulug'bek aka, bozordan olish boshqa, otni Albatta. qo'ldan uydan olib ketish boshqa. Misol uchun siz hozir aytyapsizki, uka $2600 kami bor deyapsiz. Endi kamini o'zingiz bilasiz. Hammani o'zining didi bor. Qanchadirga sotsam, misol uchun mana hamma biladi-ku. Siz ham men ham tirikchilik uchun yuramiz-da. Xudo xolasa. To'g'rimi? Siz o'zingiz Bol-bol. tirikchiligingizga chiqib qoladigan bo'lsa, o'shanga qarab sotasiz. Ha, bizniki Endi u tirikchilik. $2600 kami bor deyapsiz, uka, uloqqa chopmasa, razorati ham bor deyapsiz. Albatta-da. Xolos o'zi to'g'ri tushungan odam to'g'ri tushunadi. Men misol uchun sizni yoningizda olish, boshqasining yonidan olish emas, to'g'ri. O'rtada xolis inson deb bo'lib gapiryapman aka. Albatta. Uloqlar ishonchlik. Savolishaversin yaxshisi. Bir ming maqtaganimiz foydasi yo'q ekan. Shu aka. Undan ko'z bilan ko'rganga yetmaydi. Imkon qadar kelishsin, ustida ko'rishsin. Ko'p bo'lyapti. 1 million tashab qo'yib, yana o'lib qolyapti kimlardir. Uni puli bizga kerak emas uka. Shunday aka. Bermas, ko'pchilik bermagan deb yozganlarga uni bermaymiz. Nimagaki 15-20 kun kuttirib 3 kunga deb. Buni yegan yemini ham oqlamaydi. 1 million. Kimdir savdodan Shunday qo'yapti. aka. Sotilmagan otni uka qaytadan chiqarsa 5 qo'l baravar emas-da. Nimadir aybi bor, qaytib kelgan deb o'ylaydi. Ha, to'g'ri aytasiz. O'zimiz ham shunday o'ylaymiz-da, kerak bo'lsa. Albatta-da. Shuning uchun to'g'ri qabul qilgan holatda to'g'ri tushunishadi. Endi savdo nozik narsa-da aka. Pardasini yutib bo'lmaydi. Ertadan keyin hijolatpazlik bo'ladi o'zingiz aytgandek. Albatta. Kelgan odamlar ham bor. Mana Samarqand kecha ot sotgan bo'lsa, bitta katta ot berdi 10 mingga ozod kelgan. Aha. Xo'sh, bularni ko'rgan undan oldin ham misol. Mana keldi, ketdi. Kecha kelgan otlar emas-da bular. Shunday. Oylab turgan, sinoqdan o'tgan ot uka. Demak, xudo xolasa, lupariga ham, dasvidaniya ham uloqlari garantiya. Xudo Ishlariga javob xolasa aka. javob beramiz. O'zim kafolat ishlariga. Ikkalasi ham sog'ligiga. narxi bir xildir. $2600 Xudo dan kam xolasa. bo'ldi. Eng katta yig'iniga uka Xudo xohlasa olib borib solsin. Ikkalasini ham oldiga ham, yakkaga ham tavsiya qilaveramiz. Ha, shu eng katta yig'inga ham takan ustiga boradi. Bo'ldi. Qiziqqan aloqa chiqib qo'ng'iroq qilishaversin. Kanalimiz kuzatuvchilar, bizni qo'llab-quvvatlab, video bitadan like deb bosinglar. Biz qo'ldan kelgancha sizlarga syomkalar qildik Ulug'bek aka bilan birgalikda. Ulug'bek aka, bir ikkita ma'lumotlar qolib ketgan bo'lsa, o'zingiz chiroyli qilib yetkazib berasiz aka aloqa Albatta, chiqsa. Xudo xolasa. Bizni kuzatishda qo'llab-quvvatlashda davom etaveringlar. Kelesi videolarda ko'rishguncha sog' va omon bo'linglar.